Ko'rib turgan katyollaring do'stlar 200 kvadratga moslangan 15 kilo rasxod qilyapti ekan. O'ylayapsizlarmi? Endi 15 kilo qachon? Qaranglar. Kech payt soat 5 da yoqishyapti ekan, ertalabki soat 9 larda o'chirishyapti ekan. Adashmasam obedgacha issig'ini zo'r usha beraveradi, mana uchiblit qilinganining hisobiga. Agar buni 24 soat yoqaman deydigan bo'lsa, hozirgi hisob-kitobga do'stlar 20 kilo, 22 kiloga to'g'ri keladi. 15 kilo ko'mir bilan do'stlar 16 soat uyini zo'r isitib beryapti ekan. Aka bergan plyusga rozimisiz? Roziman aka. Katyol qanasi deyapti aka? Katyol aqlli katyol ekan. Bu 40 gradusga qo'yyapmiz kechqurun. 40 gradusga chiqqanda o'chyapti. Keyin pasayar ekan. Pasayganda o'sha 5 gradusga qo'yib qo'yganmiz. 35 gradusga tushganda yonyapti. 35 ga tushganda yonadi. Ha, o'zimiz qaraganimiz yo'q. Shu kechqurun bitta yoqamiz, ertalab o'chirib qo'yamiz. Ertalab o'chirib qo'yiladi. Ertalab o'chirib qo'yiladi. Gap yo'q, zo'r. Xonalarda isitishi, o'sha hamma xonangizni bir xilda zo'r isitib beryapti. Bir xilda isitib beryapti. Gap yo'q, zo'r. O'sha aqlli do'stlar katyoldan motor miyasi zavodskiy Xitoydan pazakas keladigan xansa. Bizning kanalimizda do'stlar faqat teplomandlik chiqyapti xolos. Boshqasinigini qo'yganimiz yo'q. Xo'p, eshigini endi yopib qo'yaylik-da, baribir jichcha eshikni ochmasa tutunib uryapti. Videoda oxirigacha tomosha qiling do'stlar, joyda egasi, uyda egasi, batta hech qanaqa xaybga do'stlar gapirilgan yo'q. Bor rasxodni gapiryapmiz. 5 dan 9 gacha 15 kilo rasxod qilyapti. Ko'mirda belolma olib kelib qo'yishgan ekan. Bitta zapravka qilib qo'yiladi. Aka oxirgi marta zapravka qilganingizga qancha bo'ldi? Oxirgi marta zapravka qilganimizda kecha zapravka qildik. Kecha zapravka qilgansiz. Hali ichida bor. Ichida bor. O'zi bitta to'ldiradigan bo'lsangiz, agar hozirgi mana shu rasxodiga bemalol bir 5 kun yoqyapti ekan-da. To'ldirib qo'ysa 5 kun yoqyapti. 5 kunga yetyapti. Umuman qaraganingiz yo'q. Yo'q, qaralgan yo'q. Xo'p, do'stlar, endi qaranglar. Asadillo mikrofonni akadan oling. Aka, katta rahmat. Xudo xolasa aniq bergan pulingizga rozi. Qolganlarga ham tavsiya qilasiz aka? Tavsiya qilamiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar qaranglar, bu 200 kvadratga moslangani bo'ladi. O'zi 150 kvadratdan boshlanib necha ming kvadratgacha satdi? 2,5 minggacha. 2,5 ming kvadratgacha. Listlari qanaqa buni? Aka, to'rli qora rossiyskiy list bo'ladi. Qora rossiyskiy list. Bunga qancha garantiya bergansizlar akamizga? 2 yil garantiya berganmiz. 2 yil garantiya, elektronikagacha. 1 yil garantiya berganmiz. Asadbek komplektiga nimalar qo'shib berilgan? Xo'p, aka, to'lig'ini ayting. mana xud operatsiya olib kelsa, bitta ko'rsatadi. Aka, mana komplektda miya, xo'p, motori aka, xo'p, bunker, xo'p, ventilatori, xo'p, cho'tkasi, garantiya qog'ozi. Xo'p, 5 kilovat aka, bizga minday 1 kilovat, 2 kilovat, 5 kilovatlik 1 yil garantiyasi bor, zavodskiy. Xo'p, anaqa beriladi aka, stabilizator beriladi. O'zi Everton juda ko'p yaxshi biladi, firmasi ham toza. Xitoydan pazakas keladi hamma. Juda ko'p odamning muammosi, agar aqlli bunkerli katyol olsa, o'sha motor kuyib qoldi, miya kuyib qoldi, перезагрузка berib yuboryapti. Bu narsa imенно shu uchun kerak bo'ladi, stabilizator. Bu sizni to'kingiz 160 bo'lib ketadimi, 380 bo'lib ketadimi, farqi yo'q. Faqat 220 beradi xolos katyolga. Faqat 220 ni zo'r qilib chiqarib beradi. Katyolning texnikasiga umuman muammosi bo'lmaydi, katyolingiz umri uzoq bo'ladi. Eng qizig'i, bu stabilizator do'stlar komplekti ichida bo'ladi. Отдельный pul sanab bepul aka, bepul. Bepul, a? Vodiy bo'yicha dastavkasi ham bepul. Dastavkasi bepul. Albatta. Xo'p, Asadbek endi qarang. 150 kvadratdan deyapsiz, 2,5 minggacha bor. Albatta bor. O'zi bu mana 200 kvadratligi necha kilo rasxod qiladi? Misol, sovuq hozir-ku jamcholik emas. Akamiz aytibdi 15 kilo 16 soatga bu zo'r. To'g'ri. O'ta zo'r. O'ta zo'r. O'zimiz ham oladi jamii olamiz. Bergansiz buni? 40-45 kilo olib beramiz. 40-45 kilo sut. Maksimal sovuqda -5 gacha, maksimal 40-45 kilo. 40-45. Endi sovuqsa 5 kilo. Endi misol u o'zimiz eng sinalgani 45 kilo. Hali o'tgan yil anaqa bo'ldi-yu, anama. O'shundan 45 kilo. O'shandan 45 kilo. Gap yo'q, zo'r. Do'stlar, sistemasini olma yomon olib turib ketishdi. Men havas qildim, inshaalloh uyga qo'ydirsam, biz ham qilamiz. Qaranglar, hatto kirib ketayotgan sistemani o'zini uchiblit qilib kirib ketgan ertaga suvi muzlab qolmasligi uchun. Bu uyda egasiga bog'liq-da bu ham. Bu ham uyda egasiga bog'liq. Misol, masalan, akalarimiz o'zlari shu texnika sohada ishlashadi, tushunadilar. Endi o'zimizni qadrdonimiz. Tushunganlari uchun rasxodidan qochilishmadi. Aka, mayli 50 ming 100 ming qimmat bo'laversa, ertaga menga davomiyli narsa bo'lsin. Menga 5-6 yillik emas, 10-15 yillik. Xullas, biz siz bilan yaxshilikda ko'rishaylik. Mana bo'lyapti, ko'rishmaylik degan uchun shunaqa qilib bergan aka. Gap yo'q, zo'r. Asadbek listi nechilik deysiz? Listi 4 lik qora listdan bo'ladi. Qora listdan bo'ladi. Mana uchiblit qilinganichi? 1 lik list aka. Tunuka emas. Yo'q, tunuka emas. 5 siklavata. Albatta, 5 lik aytganimda 5 lik aka. Gap yo'q. Buni garantiyasi katyolga 2 yil, elektronikaga 1 yil. Agar 1 yil davomida miya motorida bitta narsa bo'lsa, bizni bo'ynimizda qarang,
bunga qachon nima bo'ladi? to'k o'ynasa. Biz ulargacha hisobini olib, stabilizatorlargacha eng qizig'i stabilizatorning ichida aka qo'shimcha ikkita relesigacha ham bo'ladi o'zi. Ikkita relesigacha. Unisigacha o'zi zavodga chiqqanlari. Kuysa relesiga almashtirib berishadi. Motor miyaga ishtirok qilmaydi. Xitoydan podzakas keladi. 100 ga 100. O'tgan safar video olganingizda ko'rdingiz-ku, yashigina aka. To'g'ri. Ko'nchuvami bilan yozib Kargodan emas turadi do'stlar. Bundan oldingi videolarga kirsalaring, mana motorda kelgani. Bu motorda afzalligini aytib keting. Aka, bu motor oldi-orqa ishlaydi. Hali ko'p odam 220 deydi-yu. Bizga 220 motor bas. Xo'p. Volti ham oz. Общий hisoblasa eng qiziq nima deng? Hozir hamma Svetdan zerikkani uchun-da misol. Xo'p. Bitta akamiz Shitir bizda Farg'onada Yazavonning Shitirxon degan joyi bor. Hop. Akamiz 2,5 oyda 30 million 500 ming svet yoqibdi. 30 million 700 ming. Akamiz uy yoqqa berdik, 45 kilo yoqyapti. Poni to'plib bor uylari. Uka men Svetdan zerikkanman. Qanaqa kuniga necha? Kuniga eng zag'i yoqsa 2000 yoqadi. Shunaqa 2000. 2000 so'm 1 kilovat. Sabab u ham ishlasa yoqadi xolos-da. Tag o'zi hozir mana 32 kilosi. Yoqqanimizga bir 5 minut bo'lganda shunaqa. Videoda boshida yoqqanmiz. Albatta. Shu yoqdik, 40 ga chiqqandan keyin bo'lib turib o'chadi aka. Bu to'k rasod qilmaydi degani. Qarang, 150 kvadratdan boshlanadi. Necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? Xo'p aka, to'g'risi bu kurs o'ynayapti. Har xil vaziyat bo'lyapti. Bugungi kundagi narxi. Bugungi kungi narxi aka $1100 boshlanadi. 150 kvadratligi $1100 $1100 boshlanadi. Ag'iket bo'ladi aka. 1300, 1400. Xo'p, qarang, dastavkasi vodiy bo'yicha uylarning eshikdagigacha bepul. Vodiyga uyni eshitamiz. Hali voqea bo'yicha kelishilgan holda mashina topamiz. O'zimiz janchli hisoblar bor. Yuklab beramiz. Borganda pulni sanab olishadi. Saklar tashab berishadi ma'lum miqdorda. Pastdagi nomerda WhatsApp, Telegram hamma yo'q bor aka. Aloqaga chiqish o'rsin. Albatta. Katyolda muammo yo'q. Katyol aka muammo bo'lganda akamiz aytardi. Biz hozir misol o'zingiz ham aytdingiz, ochig'ini gapiring dedingiz. Yo'lda o'zlari aytdi, katyol zo'r dedilar. To'ppa-to'g'ri. Ya zo'r, chunki uyni egasi do'stlar o'zi aytayapti, bergan pulimga roziman. 5 dan 9 gacha 15 kilo rasxod qilyapti. Xolos, bitta solsam 5 kun yo'qyapman. Akamiz 3 ta olganlar. Ha, 3 ta olgan. 3 ta olganlar. Eng qizig'i 3 ta katta yo'lga 20, 30, 40, 7 tonna olganlar xolos. Buni hisoblasangiz ham nechta tonna? 2 tonna 2 tonna 300 dan tushadi. Shunaqa. Yiliga 3 ta uyga 7 tonna ko'mir bu. Eng qizig'i ko'mir ham 1300, 1400 so'm. To'g'ri, hali 1800 so'm emas do'stlar, mayda ko'mirga maza qilaveradi. Video pastda nomer bor, videoni uzoq kuttirmaymiz do'stlar. Asadbek, zakaz qilinadigan bo'lsa qanchada boryapti? Hozir bir hafta 10 kun. Aka zakazlarimiz bizda miya motorimizda biz jicha to'xtash bo'lib qoldi. Ularda bayram aka, mustaqillik bayramlari uchun jicha to'xtalish bo'lib qoldi. Shuni hisobiga jicha kechikib, endi bundan nari kechikmaydi. Bir hafta 10 kun. Bir hafta 10 kun. Bir hafta 10 kun xudo xolasa uylariga yetib boradi. Qancha zakolat berish kerak? Eng kamida o'sha $100 zakolat bersa yetadi aka. Borganda qolgan sana berishadi. Gap yo'q. Do'stlar, ishonchli, aqlli, zavodskoy miya, zavodskoy motordagi katyol oqtarib yuromidingiz. Qishdan issiqqina chiqmoqchi bo'lsangiz do'stlar, Teplomonni hammaga tavsiya qilamiz. Pastdagi nomer ukamizniki, bemalol telefon qiling. Vodiyga bo'lsa dastavkasi mutlaqo tekin, qolgan joyga kelishilgan holda shopiringizni gaplashib chiqarib yuboriladi. Faqat yo'l kirasiga pul to'laysiz, bular o'ziga boshqa pul olib bormaydi. Katyolda oqtarib yurgan, aqllisi, bunkerlisi, ishonchlisi oqtarib yurganlarga video tashab berishdan chiqmasin. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, izohni kommentariyaga yozib qo'yinglar, like bosib qo'yish umuman esdan chiqmasin. Xudo xohlasa do'stlar, kanalimizni kuzatib tursangiz, yangi ma'lumotlar ulashib boramiz. Sog' bo'linglar.